Oddiy tilda aytganda, u ma'lumotlarni odatdagidek qatorma-qator emas, balki butun zonalar bo'yicha bir vaqtning o'zida qayta ishlaydi. Mindrey aytishicha, bu yondashuv natijada ruxsat aniqligini yaxshilaydi va skanerlash tezligini oshiradi. Albatta, rasmlarda har doim chiroyli ko'rinadi, lekin haqiqatda qanday bo'ladi? Ayniqsa, murakkab bemorlarda shu yerda sinovdan o'tkaziladi. Xo'sh, bu intellektual yechimlar degani nima o'zi? Juda ham jiddiy ishtiryapti-ku. Ro'yxat juda keng. Qorin bo'shlig'i, kichik organlar, tana, qo'l qo'zg'alish tizimi, kardiologiya, hamshiralik. Bu qandaydir aqlli yordamchimi? Aslida ham, bu avtomatlashtirilgan funksiyalar, turli hisob kitoblarning to'plamidir. Masalan, Smart Calc avtomatik hisoblash, STY bu jigar uchun mo'ljallangan va steatozni miqdoriy baholashga harakat qiladi. Bu elastografiyaga barchani yubormaslik uchun foydali bo'lishi mumkin, lekin uning qanday darajada aniqligini ko'rish kerak. CPP esa Doppler'dagi rangli piksellarning foizini hisoblaydi. Ehtimol, ekskluzivlikni baholash uchun.